Viktoriya, bu ajoyib. Meni kuyovim yaxshi ekanligini bilgandim. U senga turmushga chiqishi bu to'g'ri edi. Erkaklarning bari bitta gapiradi. Bo'lmasa, bundan buyon yaxshi munosabatda bo'l. U menga sevmasligini aytsa ham, haligacha kartani bekor qilmabdi. Erkaklar tinchlanishi uchun biroz yolg'iz qolishi kerak. Hatto xonasini menga beribdi. Shundan keyin ham meni kechirmaydi deb o'ylaysizmi? Bunday qulaylikdan rohatlanishga haqliman. Hech qanday lekin yo'q. Etim meni juda ham yaxshi ko'radi. Chao guruhni unuting. Uni qaytarsangiz ham Go korporatsiyasi tez orada meniki bo'ladi. Mayli. Xonim, bu yerda siz so'ragan hamma narsa bor. Barcha yirik hashamatli brendlar, eng yangi mavsumiy mahsulotlar. Bu sifatsiz marjon meni maqomimga mos keladimi? Darhol sifatlisiga alishtirmasang, etingga bularni aytib beraman. Ha. Janob Go, qo'shimcha kartani muzlatib qo'yishim kerakmi? Faqatgina kartani o'chirish. Bu uchun juda ham oson emasmi? Men uchun bir narsa qil. Tushundingmi? Ha. Hatto shunday paytda ham Viktoriya haligacha Leo bilan. Ular jazolanishi kerak. Insonning orzulari ushalgan sari ular keyin beparvo bo'lishadi. Bu bir shisha sharobning qiymati $100,000. Uni o'zgacha hidi bor. Bu yerga qanday kirdinglar? Sen Viktoriya Chao emasmisan? Bizning kompaniyamizdan 80 million qarz bo'libsan. O'sha qarzingni berish uchun biz bu yerga keldik. Uni tezda to'lashing kerak. O'sha ayol Goni tanlagandi, lekin boy bo'lishni xohlamadi. Janob aytingchi, korporatsiya egasining noqonuniy o'g'limi? Senga nima? Biz shunchaki xodimmiz. Buni bilmaymiz. Viktoriya, qanaqa noqonuniy bola? Shuncha yillar davomida bunaqa bola borligini hatto men ham bilmasdim. Bu yerda bir narsa noto'g'ri. Etim menga shunday munosabatda bo'lishga jur'at etdi. Bularning barchasiga esa Go korporatsiyasi sababchi. Agar u bo'lmaganda Ethan hech kim edi. Hozirroq Go oilasinikiga tashrif buyurishimiz kerak. Shouxonim, aksiyalar harakatini diqqat bilan kuzatib boring. Vaqt kelganda ularga turtki bering. Go korporatsiyasi uchun parazitlardan tozalash vaqti keldi. To'g'ri, janob Go. Salom. Salom janob Go. Xotiningiz Viktoriya bir nechta muxbirlarni yollagan. Matbuot anjumani o'tkazmoqchi. U o'rningizni Leo egallashini istayapti. Janob Go, xotiningiz sizga xiyonat qilgani bu rostmi? Javob bering. Chao xonim siz uchun o'zini qurbon qilibdi, ammo siz unga ishonmabsiz. O'zingizni aybdor his qilmaysizmi? Shoh xonimning aytganlariga ko'ra, bola sizniki ekan, lekin siz buni tan olmasiz. Soxta. Hech qachon haqiqatga aylana olmaydi. Ethan, bularni bari to'g'ri. Nimaga tan olishni xohlamayapsan? Ethan, sen xato qilding. O'zingga tegishli bo'lmagan narsani qaytarib ber. Puling bo'lmasa ham, bosh direktor bo'lmasang ham haligacha seni yaxshi ko'raman. Hali ham avvalgidek bo'lishimiz mumkin. Balki qaysarlikni yig'ishtirarsan. Bema'nilik. Men Go korporatsiyasida to'liq 10 yil ishladim. Janob Go bilan birga bo'lib, Go korporatsiyasini birgalikda rivojlantirdik. Hech qachon buni eshitmaganman. Siz hech qachon Go korporatsiyasi uchun hech qanday ish qilmadingiz. Chunki Ethan uni lavozimini egallab olgan. Azizim, biz Leoga zulm qilganmiz. U Go oilasining haqiqiy vorisi. Uni shaxsini egallab olib, uzoq vaqt davomida farovon yashading. Endi uni Go oilasiga qaytarish vaqti keldi. Dalillar qayerda? Menda barcha dalillar bor.
Bularga keladigan bo'lsak, endi sen qilgan xatolaring uchun barchasiga javob berasan. Ko'p yillar davomida sen bu oilani haqorat qilib kelding. Bizni hech qanday aloqamiz yo'q. Xo'sh, nega menga tuhmat qilyapsan? Buni aytishga qanday jur'at etasiz? Bizga tahdid qilgandingiz, hatto o'ldirmoqchi bo'lgandingiz. Endi esa hamma haqiqatni biladi. Bu safar biz haqiqatni gapirmoqchimiz. Uni shuncha yil davomida yashirib keldik. Boylarning sirlari bu safar birinchi sarlavhada chiqaramiz. Boylikka ega chiqish uchun odamlarni o'ldirish bilan tahdid qilish shafqatsizlik emasmi? Agar bu haqiqat bo'lmasa, siz qilayotgan ishingizni ta'riflab berasizmi? Ethan, buni eshitdingmi? Boshqa xato qilma. Leo allaqachon rozi bo'ldi. Agar uni o'rnini o'ziga qaytarib bersang, hammasini unutadi va seni javobgarlikka tortmasligini ham aytdi. Kelajakda men seni oldingidek qo'llab-quvvatlayman. Birgalikda yana oila bo'lib yashashimiz mumkin. Bu yaxshi emasmi? Avvaliga seni Jao guruhini saqlashingni xohlaysan deb o'ylagandim. Endi sen mendan oyni so'rayapsan shekilli. Sen Leodan foydalanyapsan. Mening kompaniyamni boshqarish uchun. Uxlayotgan kishi cho'qqiga chiqish uchun. Olov bilan o'ynash kerak. Ehtiyot bo'l, kuyib qolma. Men Ethan, barcha aksiyadorlar men tomonda. Hali ham unga qarshi chiqmoqchimisan? Bosh direktor lavozimini haqiqiy Gu oilasiga beramiz. Sen esa firibgarsan. Yaxshi, chunki hammangiz mendan shuni da'vo qilyapsiz. Leo haqiqiy Jaoligini. Senga bir nechta savol beraman. Ularga javob bera olasan, to'g'rimi? Ularni to'lig'ini ko'rsatish kerak. Bu korporatsiyasining oxirgi chorak moliyaviy hisoboti Erch investitsiyalari qancha foizni tashkil etadi? Ah, 78% mi? bu aniq 7.8% edi. U menimcha bunday ma'lumotlarni hech birini bilmaydi. Erch investitsiyalari 7.8% ni tashkil etadi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.15% punktga oshdi. Asosiy investitsiya yo'nalishi sun'iydir. Razvedka va chiplarni ishlab chiqarish. Bundan tashqari o'tgan yili VAM shartnomasi ushbu sektorda imzolangan. So'nggi 3 yil shuni talab qiladiki, sof yillik o'sish sur'ati foyda 0% dan kam bo'lmasligi kerak. Leo, bosh direktor bo'lish uchun shu narsa kerak edi. Hali ham korporatsiyaning Bu boshlig'i. albatta biz bilgan janob Gu. Usiz Gu korporatsiyasi allaqachon bankrot bo'lgan bo'lardi. Jim bo'ling. Ethan, Leo kompaniyani asl xo'jayin ekanligini yaxshi bilasan. Ko'p yillar davomida uni o'rniga o'zing boshqarib kelding. Bunday ma'lumotlarni esa olmasligi tabiiy hol. Xo'sh, aksiyadorlar ham yolg'on gapirdimi? Bu to'g'ri. Men buni barchasini kafolatlay olaman. Lingo haqiqiy oilaning o'g'li. Sen buni tan olishni xohlamayapsan xolos. Ethan, chindan ham uni mulkini tortib olish uchun barcha narsa qildingizmi? Gu korporatsiyasiga siz kabi shafqatsiz rahbar kerak emas. Xo'sh, Victoria, senga nimani va'da qildi? Ulanishlarnimi? Yoki dividendmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen uni ola olmaysan. Nega meni hibsga olyapsizlar? Bularni bari sening ishingmi? Tuhmat qilishyapti. Sen kompaniya mablag'larini o'zlashtirgansan. Sen o'zingni suiiste'mol qilib qaytarib olasan. Sen esa soxta shartnomalar tuzgansan va hammani aldayapsan. Hammangiz meni bilmaydi deb o'ylagansiz. Sizlar mening tuzog'imga tushganingizdan beri rahim shafqat ko'rsatmaganim uchun meni ayblamang.